O'sha mashhur roboklin endi meni uyimda. Xodimlar uyimga kelib, hammasini qanday ishlatilish kerakligini menga birin-ketin tushuntirib berishdi. Ushbu apparat Germaniyada ishlab chiqarilgan ekan, uyni hamma joyini tozalash uchun barcha jihozlari yetarli. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Bu apparatni ko'rsanglar, plisosinglarni tashlab yuborishinglar aniq. Menga yoqqan tomoni tagida baloni bor, shunda ushlab turasizlar, o'zi mandoq qilib olib ketaveradi. Apparat zo'rligidan darrov ishga tushib ketdim. Xodimlarga issiqqina choy damlab berdim. Choy ichib o'tirib turinglar deb ularni tozalab oldim. Boplabmanmi? Oho, changlar bu yoqda meni boplabdi-yu. Ikkala qochoq bo'sh bo'ladi. Bunda suv bo'lganda bilamizni yuvasiz, qir suv aylantirib muchaveradi. Shunda apparat qo'yiladi, mana ikkita qo'lda yopiladi. Buni ham blokchasi bor. Bu uskunasida esa gilamlarni zo'r qilib yuvasa bo'ladigan dahshat. Kirani ko'ryapsizlarmi? Shuncha kir ustida yashaymiz qaranglar. Endi mebellarni yuvib olamiz, mebellarni yuvish